Bugungi kunda hukumat prezidentimiz tashabbuslari bilan hamma joyda tajribalar amalga oshirilyapti. 3 tajribasi bo'yicha bankimizda navbatdagi uchrashuv o'tkazyapmiz. Mana bankda qanaqa bir masalalar bo'lsa, yechilmaydigan masalalar bo'lsa, sizlarni uchrashtirib, loyihalarni amalga oshirib, ish o'rinlari yaratish, daromadni oshirish bo'yicha sizlar bilan o'sha oy davomida 3-4 martalab uchrashib boryapmiz. Mana kimda qanaqa masalalar bo'lsa, bemalol murojaat qilib, boshqa parniklar qurish bo'yicha masalalar bo'lsa, aytaverasizlar. Mana shu hozirga xudo xohlasa elektromobil olamini turibdi, xudo xohlasa elektromobillarni beramiz. Bundan tashqari ta'lim krediti bo'lsa, mana ayollarga 0% dan ta'lim kreditlari ajratyapmiz hozirgi kunda talabalarga hammasiga. Bundan tashqari 312 soliq hisobi bo'yicha tadbirkorlikni rivojlantirish, ishlab chiqarish, kengaytirishga kreditlarimiz bor. Qanaqa masala bo'lsa, bemalol murojaat qilib, shu yerda birga masalalarni hal qilamiz. Agar shu yerda yechiladigan masala bo'lsa o'zimiz, bo'lmasa boshqa yuqori turmush tashkilotlarida yoki boshqa tashkilotlar yechiladigan masalalar bo'lsa, ularga hal chiqargan holda masalalarga yechib berishga harakat qilamiz.